ko'rish qilmoqchi bo'lganlar bemalol Oltinsoy viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi 2-qavati 12-palat. 12-palatga kelib bemalol insonlarimizni qo'lidan topshirib, duosini olib, Xudo xolasa bergan insonimizni Alloh ularga qabul qilsin deganlar. Barchaga rahmat. Salomat bo'linglar. Bu kadar tamam ishchilar davlat ishiga ishlamaydi. Sizlardan o'zgina bir xayriyat yordam so'raymiz. Shu bir chet davlatga olib borishimiz kerak ekan Hindistonga. Doktorlar shu tiklasa bo'ladi deyishyapti. Iltimos sizlardan o'zgina yordam bersalarmiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlarga bir iltimos. Sovuqdan jigar sevib to'rtta samir bolasi bor. Bizda imkonimiz bo'lmayapti bu joylarda.